Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Mana bulak terish jarayonlarini boshladik. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, ustolar bilan birgalikda ish jarayonlarimiz ketmoqda. Sevish videolar chiqarib boramiz azizlar. Mana bu betonimizni bir 4-5 kun oldin quygan edik buni. 1-mart kuni quygan edik. Qotishga qo'ydik buni 3-4 kun. Bugün 6-mart günü inşallah bulaklarımızı terishni boshladik. Mana bulagimiz Kris bulak deydi buni Qashqadaryoga. Tak 305 ga bunaqasi 15 balandligi, yana ham 15. Mana bu yerga hozir uzunligi betonimizni 26 metr, yana 40 balandligi 50 santimetr bo'lgan betonimiz ustiga hovli devor qilamiz. Ya'ni qo'shni bilan o'rtani bo'lib ko'tarib yopamiz. Mana bu uyimizni ham o'tgan yili bahorda boshlagan edik. Kuzga tugatib topshirdik, uy egalari mana ichiga kirdi. Endi mana hovli devorni qilyapmiz. Bulogimizni ustalarimiz 2000 so'mdan erishyapti. Sotib olinishi 3000 so'mdan. Muraviylar o'zlari yuklab getirib tushirib ketishadi. Faqat ustalar o'zlari teradi olib. Kimda qanaqa taklif savollar bo'lsa kommentariyaga qoldiringizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Yangi videolar chiqarib boramiz. Hammani ishiga omad. Ro'za Ramazon oylarini eson-omonlikda tutishlik nasib ro'za aylasin hammaga. Ro'za tutganlarga Alloh o'zi kuch-quvvat bersin. Sog' salomat bo'ling azizlar.